Xonqa tumanida qishloq xo'jaligida ixtisoslashuvni kuchaytirish va qayta ishlash zanjirini kengaytirish ustuvor vazifa sifatida belgilandi. Ana shu vazifalar ijrosi tumanda ham aniq raqamlar va amaliy ishlar misolida o'z ifodasini topmoqda. Xususan, jami 23 ming gektardan ortiq qishloq xo'jaligi yer maydonlarining maqsadli taqsimlanishi, mahallaning aniq yo'nalishlar bo'yicha ixtisoslashtirilishi bu boradagi tizimli yondashuvni ko'rsatadi. Masalan, kartoshkachilik driver hududlar sifatida belgilangan Nurobod, Kattako'ch, G'ayrat va Mustaqillik mahallalarida har yili yuzlab gektar maydonlarda hosil yetishtirilib, aholi ehtiyojini ta'minlash bilan birga bozorlar barqarorligiga ham xizmat qilmoqda. Prezidentimiz bizlar uchun ajratgan yerlarni yaxshi hosildorliklar bilan ekib, dehqonchiliklarni yig'ishtirib olamiz. Ertalabdan bir qator aylanamiz, kamko'stlarini, qayserlarni sug'orish kerak, qayserlarga dori berish kerak. Yaxshi hosillarni olishga harakat etamiz. Bu yerlarni bizlara ajratib bergan vaqtda hurmatli prezidentimiz oilalarni band qilish uchun, oilalarning daromadlarini ko'tarish uchun, oziq-ovqat muammolarini bartaraf qilish uchun xalqimizni muhtoj qatlamlarına bo'lib berdi. Tevarak atrofimizdagi barcha bo'lingan yerlar, yer maydonlari dehqonchilik bilan yaxshi shug'ullanadi ekan, dehqonchilikning tilini tushunadi ekan, oilalarga bo'lib berilgan oziq-ovqat yetishmovchiligini yaxshi hissa qo'shadi ekan, ekinlarni, dehqonchilik turlarini tanlab yetishtiramiz. Ham xalqimiz uchun, farovonlik uchun, to'qchilik uchun yaxshi mahsulot yetishtiramiz, ham oilamizni yaxshi daromad bilan ta'minlaymiz. Birgina ushbu hududlarda 6,4 ming tonna kartoshka yetishtirilayotgani yig'ilishda ta'kidlangan. Har bir hudud o'z driver sohasiga ega bo'lishi kerak degan talabning amaliy ifodasidir. Bunda ajratilgan yer maydonlari orqali ham oilalar to'kinligi ham daromadlari ta'minlanmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan bizlarga yer ajratib berildi. 20 sotik yer oldim. Ekin ekib, kartoshka ekish bilan shug'ullanib turibman. Bir yil mobaynida o'rtacha 20 sotik yerdan 8 tonna hosil olsa bo'ladi va ikkinchi ekinga sabzi ekishni rejalashtirib turibmiz va ikkinchi hosil sabzidan 15-20 tonna olsa bo'ladi. O'rtacha hisobda kartoshkani 5 ming so'mdan narx bo'lganda 20 sotikdan 40 million daromad ko'rsa bo'ladi. Sabzini o'rtacha 2 ming so'mdan hisoblaganda 20 million daromad ko'rsa bo'ladi. U degani bir yil mobaynida o'rtacha hisobda 70 million daromad ko'rsa bo'ladi. Biz bu yerni olganimizdan xursandmiz va bu bilan bir men emas, oilamizdagi butun oila a'zolarim ish bilan bandligimiz ta'minlandi. Imtiyozli kreditdan foydalanib, motokultivator xarid qilganman va bu kultivator orqali o'zimni shu dehqon xo'jaligimni yer haydash bilan shug'ullanaman va bo'sh paytlarimda boshqa qo'shimcha yer egalari maydonlarini yer haydab, o'zimni yana daromadimga qo'shimcha hissa qo'shaman.